Sadriddin Ayni Sutxo'rning o'limi 4-bob. Qori ishkamba uyining manzilini izlab yurgan kunlarimdan birida labi hovuz Devonbegining shimolida bo'lgan choyfurush rastasidan o'tar edim. Bu rastaning o'rta belida Ko'mir bozori ko'chasining ro'parasida Jannat makoniy atalgan bir saroy bor. Bu saroy darvozasining ikki yoniga ikki supacha qurilgan edi. Bu supachalarning birida Rahima qand degan bir kishi qand, konfet va boshqa shirinliklar solingan lali, barkash, patnus oldiga qo'yib sotib o'tirardi. Men ham ba'zi vaqt u supachalarning boshqa birida o'tirib, Rahima qandni gapga solardim. Bugun ham o'sha supachaga borib o'tirdim. Rahima qand uzun bo'yli, oriq, chuvak yuzli, bug'doy tusli, soqoli to'la darajada kosa bo'lib, u o'zi juda qiziq odam edi. Men uning gaplarini zavq bilan tinglar edim. Bu odamning tug'ilgan yeri Shofirkonning Istamzi qishlog'i bo'lib, Buxoroda tamburchilik qilar edi. U juda kambag'al, ayolmand va bechora bir kishi bo'lib, o'z kasbi tanbur chalishda ham uncha mahorati yo'q edi. Buning ustiga u sho'rpeshona, qayg'uli va juda kamgap edi. Agar gapirsa ham jiddiy namo so'zlar gapirar. O'z zamondoshi bo'lgan kasbdoshlariday hazilkashlik, sho'xlik, qiziqchilik va xushomadgo'ylik, laganbardorlik kabi ishlarni bilmas yoki qilmas edi. Shuning uchun uni boylar o'z to'y va bazmlariga olib bormas. Olib borsalar ham bunga uncha mablag' bermas edi. Xaridori oz qolganligi sababli agar uni biron odam o'z to'yi va bazmizga olib borsa, 30 tiyinga baravar keladigan Buxoroning 2 tangasiga rozi bo'lar edi. Uning ish haqqi boshqa xonanda va sozandalarga ko'ra ko'p arzon bo'lgani uchun muvallachalar o'z ijtimonalariga ko'pincha uni olib borar edilar. Men u bilan shunaqa ijtimonalardan birida tanishgan edim. Ba'zi vaqt mullavachchalar o'z bazm majlislariga unga ko'p azob berardilar. Bir kecha mana shunday bir voqea yuz bergan edi. Bir yil hamsaboqlarimiz har yilgidek domla mudarris oldida kelajak yilning darsini boshlab qo'ymoqchi bo'ldilar. Yangi dars boshlash uchun albatta domlaga sulukat. Madrasa talabalarining mudarrislarga ziyofat qilib fotiha olishlari qilish kerak edi. Buning uchun o'zaro pul to'pladilar. 100 nafarcha bo'lgan bu madrasa ahlidan 1500 tanga pul yig'ildi. Bu mablag'ning 1400 tangasini holvayiga sarf qildilar. Non, mayiz, turli holvalar, domla uchun choy non oldilar. Hamda domlaga naqd pul berdilar. Darsni boshlash domla oldidan o'tgandan keyin qolgan 100 tangani ijtimonaga sarf qildilar. 100 nafar mullavachchalarga 20 nafarcha mehmon uchun palov, nisholda, murabbo va non tayyorladilar. Bu majlisning sozandasi shu Rahima qand edi. Uni 2 tangaga savdolab olib kelgan edilar. U tamburchalar va mullavachchalarning o'z oralarida yetishgan xushxonlari ashula aytar edi. Xushxon mullavachchalar bir necha nafar edilar. Ular navbat bilan ashula aytardilar. Ammo Rahima qand yolg'iz o'zi dam olmasdan tambur chalishga majbur edi. Vaqt yarim kecha bo'lganda u tamoman holdan toyib qoldi. Barmoqlari madorsizlanib, tambur toriday titramoqqa boshladi. Lekin mullavachchalar uning holiga qaramasdan yana chal deb qistardilar. Oxiri u ham o'zining uzul kesil gapini aytdi. Agar o'ldirsangizlar ham meni endi chala olmayman, dedi. Hali gap shumi? Deb xushomad mullavachchalar amin sichqoni degan birovi do'qurib. Gap shu, dedi Rahima qand qat'iyat bilan. Sheriklar turinglar, Harmurt, eshak o'ldi, dedi. Amin mush majlis ahliga qarab va o'zi hammadan birinchi turib Rahima qandni yerga yumalatib bosdi. Boshqa bir necha mullavachchalar turib uni ura boshladilar. Rahima qand avval dod dedi, voy dedi, so'ngra urayotganlarga yalindi, yig'ladi, siqtadi. Ammo bu yalinish yolvorishlarning hech biri foyda bermadi. Ular uni kuchlari boricha urmoqda edilar. Oxiri Rahima qand bo'g'ilgan ovoz, qisilgan nafas bilan hiqillab, "Xo'p, qo'yvoringlar, taqsirchalar. Yana biroz chalib beraman", dedi. Harmurchilar undan qo'l tortdilar. U zo'rg'a o'rnidan turib devorga suyanib o'tirdi. Titroq barmoqlari bilan tambur torini biroz titratdi. Shu vaqtda osh tayyor bo'ldi. Palov suzilgan tovoqlarni keltirib, majlis ahllarining oldilariga qo'ya berdilar. So'zlar uzildi. Qo'llar tovoqqa cho'zildi. Boshlar egildi. Ko'zlar oshga tikildi. Rahima qand ham tamburini devorga suyab qo'yib, butun gavdasi bilan tovoqqa tashlandi. Birpasda tovoqlar bo'shalib, yalandi. Dasturxonlar ham yig'ishtirildi. Endi tarqalish vaqti yetishgan edi. Majlis ahli 4 talab, 5 talab uydan chiqa boshladilar. Rahima qandga xizmat haqqi uchun 2 tanga berdilar. Buning ustiga bitta non va bir kosa osh ham berib,
Buni bolalaringga olib bor, dedilar. Rahima qand sira kutmagani bu inomdan benihoya quvondi. Ilohi, hammalaringiz mudarris bo'linglar, muftiy bo'linglar, oxund bo'linglar, rais bo'linglar, qozi bo'linglar, qozi kalom bo'linglar, deb mullavachchalarning haqlariga duo ham qildi. Bizning hammamizning bu mansablarga yetishmog'imiz uchun bu kungi bu mansablarda turganlarning o'tmoqlari yoki bu mansablarda tushmoqlari kerak, dedi bir mullavachcha va qo'shimcha qildi. Sizning bu duoyingiz haligi mansab egalari uchun bir qarg'ishdir. Agar ular eshitib qolsalar, sizni harmurd qilib o'ldiradilar. Mayli, dedi Rahima qand biroz iljayib. Agar harmurddan keyin bitta non bilan bir kosa osh bersalar, zarari yo'q. Men Rahima qandni umrimda 2 marta iljagan holda ko'rganman. Biri o'sha majlisda, yana biri quyiroqda hikoya qilaman. 2 tanga daromad, u ham kunda muyassar bo'lmaydi. Bitta non va bir kosa osh bilan u ham 15 kunda bir oyda harmurd bo'lgandan keyin qo'lga kiradi. Albatta Rahima qand kabi ayolmand bir odamning kuni o'tmas edi. Agar u boshqa biron kasbga kirishmoqchi bo'lsa, tamburchilikdan o'zga hunari yo'q. Agar qishloqqa chiqsa, yeri yo'q. Agar savdo-sotiqqa kirishmoqchi bo'lsa, sarmoyasi yo'q edi. Shuning uchun u yordamchi kasb yo'sinlaliga qand va boshqa shirinliklar solib ko'chada sotib o'tirar edi. Bu ishda uning sarmoyasi 1-2 qadoq qand va konfetdan iborat edi. Qandni amburdacha bilan ushlatib, kattaroq bo'laklarni 2 pul, kichikrog'ini 1 puldan baholab laliga solar. Lalning bir burchagiga arzonbaho konfet va obakidan donlar turar edi. Rahima qand kunda mana shu tijorat molini ko'tarib, qo'ltig'iga bir kirgizcha qistirib, Jannat makoniy saroyi oldiga kelar. Kirgizchasini saroyning darvozasi oldidagi supachalardan biriga yoyar, o'zi uning ustida cho'kkalab o'tirib, lalisini oldiga qo'yar edi. Uning ko'pincha xaridori bosh yalang, oyoq yalang, boqimsiz qolgan ko'cha bolalari edi. Ular goho xo'jayinning ko'zini chalg'itib, bu mollarning bir qismini changallab olib qochar ham edilar. Uning mana shu kasbi munosabati bilan Buxoro xalqi uning nomiga qand so'zini qo'shib, Rahima qand der edilar. Men goho Rahima qandning qand yoki konfetidan bir donasini 2 pulga olib, saroyning boshqa supachasini shimib o'tirardim. Lekin menga qand va konfetdan ko'proq uning kam uchraydigan gaplari, hikoyalari huzur baxsh etar edi. Rahima qandning menga aytib bergan hikoya va sarguzashtlaridan 2tasi esimda qolgan. Bir kuni u zamona ahlining betamizligidan, qadr bilmasligidan shikoyat qilib dedi: Agar zamon ahlining tamizi bo'lsaydi, hunarmandni hunarsizdan farq qila olsaydi, hunarmandning qadrini bilsaydi, boshqa sozandalarga unday va menga bunday muomala qilmasdilar. Bu tamburchilarning, bu dutorchilarning, bu hofizlarning ko'plari usta ko'rmagan shogirdlardir. Lekin betamiz odamlarni ahmoq qilib, pul topish yo'lini juda yaxshi biladilar. Men bo'lsam bu ilmning bir necha mohir ustalarida necha yillar xizmat qilib, bu hunarni orttirganim holda yemoqqa non topolmayman. Rahima qand bu so'zdan keyin o'zining hunarmandchiligini va ustozlarning zabardastliklarini isboti uchun quyidagilarni sarguzashtini hikoya qilib berdi. Men Qozonfurush Nasrulloboyga odamlar uning nomini qisqartirib Nasrulloyidek der edilar. 10 yil xizmat qildim. Nasrulloyidek shashq maqomda yagona edi. Tambur va dutorlarni sayratib yuborar, childirmasining tovushi bilan osmon tabaqalarini yorar edi. Shogirdlarimning oxirlarida shashmaqomni suv qilib ichgan edim. U meni bazmlarga o'zi bilan birga olib boradigan bo'ldi. Bir kuni u meni Qozikalon kuyovining Xitoyon qishlog'idagi chorbog'iga olib bordi. U yerda shaharning Man degan sozanda va xonandalari to'plangan edilar. To yarim kechagacha hammamiz jo'r bo'lib bazm qildik. Yaxshigina charchadik. Ovqatdan keyin sozandalar yotib uxladilar. Sahar yaqinlashgan edi. Shu vaqt ustozim Nasrulloyidek bog' egasi Qozikalonning kuyoviga: Agar ruxsat bersangiz, shogirdlarim bilan birga bir maxsus bazm qilib beray, dedi. Albatta bog' egasi taklifni xursandlik bilan qarshi oldi. Nasrulloyidek menga qarab: Tamburni navoga sozla, dedi. Men tamburni sozladim. U childirmani olovda qizdirib qo'liga oldi. Men tambur chalishga kirishdim. U childirma bilan navoning usulini saqlab ashula ayta boshladi. Bir vaqt qayerdandir bulbullar uchib kelib, biz tagida bazm qilayotgan daraxtning shoxiga qo'ndilar. Bulbullar bizning chalish va xonishimizga quloq solib biroz jim turdilar. Biz chalayotgan maqomning usulini bilib olganlaridan keyin ular ham bizga jo'rlab chaqchaqlasha boshladilar. Bulbullarning bu ishlaridan ustozim shavqlanib, go'yoki ular bilan musobaqa kirishgandek falak pech nolalar qilar edi. Men ham tambur torini har bir chertganim
go'yoki eshituvchilarning jon tomirlariga tirnoq urgan kabi ularni dod faryod qilishga majbur etardim. Oxirida bulbullar musobaqada yutqizib jim bo'lib qoldilar. Ular bir nafas jim turganlaridan keyin hushu ixtiyorlarini qo'ldan kerib, daraxt shoxidan ajralib parvonalar kabi o'zlarini biz tomonga tashladilar va parvona sham atrofida qanday aylansa, ular ham bizning boshimiz ustida shunday aylanar edilar. Biron daqiqadan keyin bulbullar tamom holsizlanib, ulardan birisi mening tamburimning quloq cho'piga va boshqasi biri ustozimning childirmasining gardishiga qo'ndi. Rahima qand naql qiladigan bunaqa sarguzashtlarning yolg'onligi o'z so'zidan ravshan bo'lsa ham, men unga qarshi biron narsa demas edim. Chunki u o'zi gapirib berayotgan hikoya va sarguzashtlarga qarshi eshituvchidan oz bo'lsa-da ishonmaslik sezsa, u odamga boshqa unaqa gaplarni gapirmas va u bilan oshnolik aloqasini uzar edi. Holbuki uning hikoyalarini eshitish menga zavq berar edi. Ayniqsa men bundan ko'p zavqlanardimki, u afsonaga o'xshagan o'z hikoyalarini jiddiylik bilan gapirar va mening tamoman ishonib eshitayotganimga iymoni komil edi. U bir kuni menga o'sha zamonning qahramonlari, amir navkarlari to'g'risida gap ochdi. Gap Amir Muzaffarning Hisorlikda bilan bo'lgan urush ustida to'xtadi. U Amir Muzaffarning Denov qo'rg'oni oldida hisorliklarni boshlaridan kalla minora yasaganini, bir soatda 400 asirning boshini kestirganini hikoya qilgandan keyin gapini Azizullo degan bir qahramon ustiga keltirdi. Azizullo, dedi Rahima qand. Asli Balxdan bo'lib, Buxoroga tahsil ilm uchun kelgan. Amir Muzaffarning hisorliklarga qarshi urushiga ko'ngilli bo'lib qatnashgan va bu ishiga mukofot yuzasidan G'ijduvon tumaniga rais qilingan edi. Azizulloh Hisor urushida amirning Galabotur xalqdan yig'ib urushga jo'natilgan sarboz. Navkarlari qatorida hisorliklar safida ot minib hujum qilgan. Har bir qilich urushida 10-12 nafarni daraxt novdasiday qalam qilib chopib tashlagan bir qahramon edi. Urushning ayni qizib turgan chog'ida oti shoxlari bir-biroviga o'ralashib ketgan ikki tut daraxti orasida shaxt bilan o'tayotganda Azizullohning kallasi shoxlarga elinib uzilgan. U ham tezlik bilan otning boshini orqaga qaytarib, hali qoni sovunmagan o'z kallasini shox orasidan ajratib olib kiftiga o'rnatganda yana oti choptirib jangga kirib ketgan. Men hikoyaning bu yerini eshitganimda Rahima qandga dedim: Xayriyatki Azizullo o'z kallasini kiftiga o'rnatganda teskari qo'ymabdi. Bo'lmasa ko'zlari orqa tomondan bo'lib hayotda qiynalib yurgan bo'lardi. Rahima qand mening bu so'zimdan o'z hikoyasiga ishonmaganligimni sezib qizishib ketdim va zardalanib dedi: U ko'r emas edi. Aqlsiz ham emas edi. Kallani tanaga qanday va qaysi tartibda o'rnatishni bilmasin. Men unga uzr aytib, uning hikoyasiga tamoman ishonganimni isbot qilishga urindim. Shunday bo'lsa ham u menga bir necha vaqtgacha sarguzasht va hikoyalardan gapirmadi. Rahima qand umrining oxirlarida shayxga murid eshonlarning jar va suhbatlariga yuradigan bo'ldi. Shundan keyin hech yerda va hech bir kishiga shunaqa hikoyalardan gapirmas edi. Lekin bularning o'rniga shayxlarning karomatlaridan gapirar. Azizullohning qahramonligini qanday bezatib, ishonib va ishontirib gapirsa, firibgar shayxlarning karomatlarini ham o'shanday bezatib, ishonib va ishontirib gapirar edi. Shayxlarga va ularning karomatlariga ishonmaydigan odamlar bilan shakkok, kofir deb oshnolik qilmas edi. Men saroy darvozasi oldida supachada o'tirib, Rahima qanddan 2 pulga olgan konfetni shimmoqda va qanday qilib unga biron hikoya so'zlataman deb o'ylamoqda edimki, uzoqdan qori ishkamba ko'rindi. Men ikki ko'zimni unga tikdim. U ham nazari menga tushgandan keyin ko'zini mendan uzmadi. Uning o'tkir va ma'nodor qarashlaridan ana u kungi yolg'onchi degan tovushni eshitayotgan bo'lar edim. Shuning uchun uyalib undan ko'zimni uzdim. U tikka Rahima qand o'tirgan supacha oldiga keldi va u bilan salomlashgandan keyin lalidan 1-2 dona qand qursini olib og'ziga soldi va bir dona konfetdan ham olib uning og'zini ochayotib o'z yo'liga ketaverdi va ketayotganda mening tomonimga yana bir qaradi. Undan yuzimni o'girdim. Rahima qand uning qand qurs va konfetini yeb ularning pulini bermasdan ketayotganini ko'rib orqasidan tovush berdi. Qoram aka, hazil qilmang. Men kambag'al va ayolmand bir odamman. Yegan narsalaringizni pulini berib keting. Qori ishkamba orqasiga qayrilib ham qaramay, yuzsizlik qilma, ko'rnamak bo'lma. Tunov kun yegan oshingni esingdan chiqarma. Yana biron vaqt senga manfaatim tegadi degan yegan narsalaringni puli bolasi, nabirasi va chevarasi bilan senga qaytadi dedi va o'zi yo'liga qarab ketdi. Rahima qand o'z-o'zicha g'udunglab, isqirt, o'limsaxo'r deb uni so'kdi. Buning o'zi kim?
deb so'radim Rahima qanddan. Salla o'ragan hindi, o'ta ketgan sutxo'r, isqirt mumsik bir odam, dedi. Siz uning tuzini qanday yegan edingizki, u sizga ko'rnamaklik qilmadi edi? Uning tuzini men tugul o'zi ham totgan emas, dedi Rahimaqand va minnat qilgan tuz va osh to'g'risida gapirib ketdi. Tunov kuni men bir meshkobchi o'z to'yiga chaqirib, dedi. Men hovli yuzida so'ri ustida o'tirib tambur chalmoqda edim. Bu isqirt mehmonlar qatorida mehmonxonaga kirib, osh yeb chiqdi va boshqa mehmonlar kabi to'yxonadan chiqib ketmay mening yonimga kelib o'tirdi. Shu orada yana bir necha mehmonlar kirib osh yeb chiqdilar. U ham o'rnidan qimirlamas edi. Oxiri mehmonlarning keti uzildi. U to'y egasini chaqirib, Rahim aka uchun ham osh buyuring axir. Qo'li bilan birga qorni ham tambur chalayotir, dedi va qo'shimcha qildi. Rahim akaning oshi seryoqqina, sergo'shtgina bo'lsin. Oshni keltirdilar. Haqiqatan ham sergo'shtgina, seryoqqina suzgan ekanlar. Lekin oshning 4dan biri ham menga nasib bo'lmadi. Mehmonlar qatorida mehmonxonada osh yeb chiqqan holda men uchun keltirilgan oshdan ham har osham oshga 2 bo'lak go'sht qo'shib olar, chaynamasdan yutar, yutmas yana oshga qo'l uzatar edi. Oshdan keyin yana men tambur chalmoqchi bo'lib, tamburning quloqlarini burab sozlayotganimda, u qulog'imga pichirlab, agar shu to'ydan senga bir tovoq osh olib bersam, yarmisini menga berasanmi, deb so'radi. Beraman, dedim men. Yana bir payt tambur chalganimdan keyin yana og'zini qulog'im tagiga keltirib, endi bas qilsang ham bo'ladi, dedi. Men ham tambur chalishni to'xtatib, tamburni jildiga tiqab berdim va to'y egasini chaqirib, xayr endi, menga javob bering, dedim. To'y egasi 2 tangani qo'limga qistirib, oldimga bir non bilan bir hovuch qandolat keltirib qo'ydi. Men pulni cho'ntagimga solib, non bilan qandolatni ro'molchamga tugab berdim. U to'y egasiga qarab, Rahim aka ayolmand odam, unga sergo'sht va seryoqqina qilib bir tovoq osh bering, oshning ustiga bitta non ham qo'ysinlar. Bu kishiga bir narsa bersangiz kuymaydi, vaqti kelsa yana xizmat qiladi, dedi. To'y egasi uning so'zini ikki qilmadi. Bir tovoq palovga bir dona non qo'yib keltirib menga berdi va tovoqni qaytarib berishni unutmang, dedi. Xo'p, deb men non, magiz to'gilgan ro'molchamni qo'ynimga soldim. Tambur va tovoqdagi oshni ko'tarib to'yxonadan chiqdim. Bu odam mendan oldin yurmoqda edi. To'yxonadan bir necha qadam uzoqlashganimdan keyin u yonimga yondashib, mening hovlim yo'l ustida, dedi. Avval u yerga yuramiz. Men unda oshdan o'z haqimni olaman. So'ngra sen o'z haqingni olib uyingga ketasan. Men rozi bo'ldim. Biz ko'pgina ko'cha va tor ko'chalarni aylanib, uning hovlisiga ketdik. Ma'lum bo'ldiki, uning hovlisi mening hovlimga ko'ra to'yxonadan uzoqroqda ekan. Men bu fursatdan foydalanib, uy manzilini bilib olmoqchi bo'lib, Rahim Qandining so'zini bo'lib undan so'radim. Uning hovlisi qaysi mahallada ekan? Kemuxtiragon mahallasida, Poyabzal sayolining orqadagi bosh berk tor ko'chaning eng oxiri ekan, dedi Rahima Qand va so'zini davom ettirdi. Biz borib uning hovlisiga kirganimizda u menga tovoqni menga ber. Men ichkari hovliga kirgizib, boshqa bir tovoqqa o'z haqqimni ag'darib olaman. Qolganini senga chiqarib beraman, deb tovoqni mening qo'limdan olib ichkari hovlisiga kirib ketdi. Bir necha daqiqadan keyin tovoqni chiqarib qo'limga berdi. Tovoq bo'shayozgan edi. Undagi oshning 8dan biri ham qolmabdi. Go'shtini bo'lsa butunlay olibdi. Yog'ini bir tomchi qoldirmay sirqitib olibdi. Nondan bo'lsa bir burda ham qoldirmabdi, deb Rahimaqand o'z hikoyasini tugatdi va qo'shimcha qildi. Uning menga minnat qilgan tuzi va oshi shu. Menga u kun shunchalik hikoya yetarli edi. Men uchun hikoya eshitishga qaraganda zarurroq ish chiqqan edi. Men qori ishkambaning uy manzilini bilib olgan edim. Endi uning hovlisiga borib, uni topib, u bilan ko'rishish kerak edi. Men jadallik bilan o'rnimdan turdim. Men ko'chalarda ancha mahalgacha kezib yurdim. Kun oqshomga yaqinlashdi. Do'kondorlar va savdogarlar o'z do'konlarini berkitib, uylariga jo'nay ketdilar. Men qori ishkamba ham bu vaqt o'z uyiga qaytgan bo'lsa kerak, deb o'yladim. Uning hovlisiga bormoqchi bo'lib yo'lga tushdim. Kemuxtiragon guzarida Poyabzal rastasi orqasida bo'lgan tor ko'chaga kirdim. Ko'chaning oxirida bir eshikka duch keldim. Undan u yoqqa boshqa eshik yo'q va tor ko'chaning boshi ham shu yerda tugar edi. Rahima Qandning bergan daragiga ko'ra, qori ishkambaning hovlisi shu bo'lsa kerak, deb
haligi eshikni taqillata boshladim. Men biroz kutgandan keyin eshikni yana taqillatdim. Ichkaridan xotin kishining "Kimsiz?" degan tovushi eshitildi. Men bir mullavachcha, "Qora amakimda ishim bor. Uyda bo'lsalar aytib qo'ying." "Qora amakingiz uyda yo'qlar. Qanday ishingiz bor edi?" deb takrorlandi haligi tovush. "Ishimni o'zlariga aytaman. Qachon keladilar?" "U kishi kech keladilar. Oshnalarnikida bo'ladi. Hech bir vaqt uyda bo'lmaydilar. Erta bilan tong qorong'isida chiqib ketadilar. Ba'zi vaqtlarda yarim kechada uyga qaytadilar. Kechga kelsam u kishini uchrata olamanmi?" "Yo'q" degan tovush takror eshitildi. Bu boshqa bir xotinning tovushi edi. U xotin qo'shimcha qildi: "U kishi kechalari hovlilariga hech kimni kiritmaydilar. Bizga ham hech kimga darvozani ochmanglar deb tayinlab qo'yganlar. Yana shu kun uydan chiqayotganlarida agar biron tanish kelib qolsa ham darchani ochmanglar dedilar. Behuda ovora bo'lmang. Sizlar o'sha kishining kimlari bo'lasiz?" deb so'radim. "Xotinlari", javob berdi birinchi xotin. "Ho, kunduzlari qaysi vaqtlarda uyda bo'ladi?" Men o'z-o'zimga "Bu ham bo'lmadi" deb orqamga qaytdim va poyabzal saroyi oldi bilan rastaga chiqib, u yerdan Labi hovuzi Devon begi tomoni qarab yo'naldim. Rastada deyarli hech kim qolmagan edi. Eng kechgacha o'tiradigan xaris do'kondorlar ham o'z do'konlarini yig'ishtirmoqda edilar. Kun yangi botgan bo'lsa ham usti yopiq chiroqsiz rasta butun qorong'ilashgan edi. Shu vaqtning oldimdan bir odam chiqdi. Menga bir tikilib qaraganda, keyin tez o'tib ketdi. Men uning qori ishkamba ekanligini zo'rg'a payqadim. Men Jannat makoni saroyi oldiga yetganimda Rahima Qand ham kirgizchasini qo'ltig'iga qistirib, lalisini ho'liga olgan ekan. U meni ko'rgan hamon kulimsirab imlab chaqirdi. "Nima deysiz?" dedim unga yaqinlashib. U erinibgina lalisini supacha ustiga qo'ydi. Qo'ltig'idagi kigizchani supachaning labiga tashlab, unga yoni bilan suyangan holda mendan so'radi: "Siz qori Ismat masalasini nima qildingiz? Sizga tuz va osh yegizgan isqirtnimi?" "Ha, hech narsa qilganim yo'q." "Qani, gapiring, o'zi nima gap?" Rahima Qand hamon kulimsirab so'zga kirishdi. "Shu kun siz bu yerdan turib ketgandan keyin qayerdadir u bu yerda paydo bo'lib, mendan 'U kim edi?' deb so'radi. Men g'ijduvonlik bir mullavachcha deb javob berdim. U boshini qimirlata "Shubham to'g'ri chiqdi" dedi. "Qanday shubhangiz bor edi?" deb so'radim. U biroz o'ylab turgandan keyin: "Odamlar meni puldor deb gumon qiladilar. Shuning uchun bundan bir qancha vaqt burun ba'zi o'g'ri va chayqovchilar mening orqamga tushgan edilar. Ular mening uyimda bir sariq chaqa ham topilmasligini bilganlaridan keyin ko'ngillari sovib mendan qo'l yuvdilar. Sizning bu oshnangiz yomon bir g'araz bilan bo'lsa kerak, mening orqamga tushibdi" dedim. Men undan: "Qani, u qanday qilib sizning orqangizga tushdi va nimalar qildi?" deb so'radim. U menga javob berdi: "Necha kundan beri shu odam mening orqamdan yuradi. Bir kun ertadan kechgacha mendan ayrilmadi. Ma'lumki, u mening qayerlardan qancha pul olganimni va pullarni qayerga qo'yganimni kuzatmoqda. Agar bir miqdor pulni uyimga qo'yganimni bilib qolsa, kechlab borib mening ishimni bitkazib, u pulni olmoqchi" dedi. "Bu kishi unaqa odam emas. Shubhangiz o'rinsiz" dedim. "Ehtimol o'zi to'g'ri odamdir, lekin ajab emaski uni tumandoshlari yo'ldan ozdirib, mening orqamga qo'ygan bo'lsalar. Har holda g'ijduvonliklardan qo'rqqulik" dedi u va biroz jim turgandan keyin yana davom qilib: "Sen u bilan oshna ekansan, unga anglatib qo'y. Avval shuki, mening pulim yo'q. Agar biroz pul topsam ham uni uyimga olib borib qo'ymayman. Uyimda hatto biron tuzukroq narsa ham yo'q. Eshakning to'qumiga o'xshagan bir-ikki ko'rpa yostig'im bor xolos" dedi. Rahima Qand o'zining qora ishkamba bilan mening to'g'rimda gapirgan gaplarini aytib bo'lgandan keyin menga nasihat qilganday bo'lib: "Bunday odamga yaqinlasha ko'rmangki, uning yuzida tuhmat yog'ilib turadi" dedi. Endi men Rahima Qandning nima uchun kulimsiraganini sababini anglagan edim. Bu uni iljaygan, kulgan holda ko'rganimning ikkinchisi edi. Lekin o'zim ich-ichimdan qora ishkambaning bunday shubha va qo'rqishga Rahima Qanddan ortiqroq kuldim va shunday odam bilan tanishmoq fikrini butunlay ko'nglimdan chiqardim. Oradan ko'p vaqt o'tib, men qori ishkamba bilan tanishishni xayolimdan chiqardim. Bu orada uni hech qayerda uchratmadim. Kunlardan bir kun Buxorodagi Ko'kaldosh madrasasi sahnida tuzfurushlik do'konining tomidan o'tib, allaqanday xayollarga cho'mib ketgan mahalimda boshimda bir odamning soyasi paydo bo'ldi.
Men xayol yuki ostida qolganimdan soya egasi tomonga qayrilib ham qaramadim. Boshim ustida bir kishining assalomu alaykum deb qarilarga xos tovushda qiroat bilan salom bergani eshitildi. Boshimni ko'tarib qarasam, qori ishkamba ekan. U kulimsirab tishini kovlamoqda edi. Hech bir vajdan ovozsiz shubhalangani uchun undan undan qattiq ranjiganim sababli yoqtirmas bir ohang bilan salomiga javob qaytarish yana o'z xayolimga sho'ng'ib ketdim. Ko'kaldosh madrasasining sahni ajib xushhavo joyda, deya mening yonimga o'tirdi u. Men uning bu so'ziga hech bir javob qaytarmadim. Uka, dedi u yumshoqlik bilan. Menda biron ishingiz bormidiki, bir ikki kun mening orqamdan yurdingiz. Hovlimga ham borgan ekansiz. Hovlisiga borganimni bu shayton qanday qilib bilgan ekan, deb ajabsindim. Lekin o'zimning avvalgi vaziyatimni buzmay javob bermadim. Men sizning qancha pulingiz borligini va u pullarga qayerda qo'yganingizni bilib olmoqchiman. Undan keyin g'ijduvonlik qaroqchilar bilan borib ularni o'g'irlamoqchi edim. Tanimaganim bir odamning kutilmagan harakatlaridan shubhalanib, uning haqida badgumon bo'lishim ayb emas. Lekin men tekshirib ko'rdim. Siz to'g'ri odam ekansiz. Shuning uchun sizga uzr aytib ko'nglingizdan chiqaray deb yoqtirmasangiz ham yoningizga o'tirdim, dedi. Keyin yanada yumshoqroq ohang bilan qo'shimcha qildi. Sizga anglatib qo'ysam zarar qilmas. Men odamlar o'ylaganday puldor emasman. Agar bola chaqalarning nafaqasi uchun deb 4 pul, 5 pul topsam haq. Uni o'z uyimga olib bormayman, balki biron odamning qo'liga omonat topshirib qo'yib, kerak vaqtda undan olib xarajat qilaman. Men uning bu keyingi so'zidan mening haqimdagi avvalgi shubhasi hali ham borligini sezdim. Shuning uchun bu o'jar odam bilan pachakalashib o'tirishni munosib ko'rmay, uni shubhadan butunlay chiqarish yo'liga tushdim. Undan hujra so'rash fikridan qachonlar qaytgan bo'lsam ham, uni shubhadan chiqarish uchun yana o'sha hujra so'rash masalasini o'rtaga soldim. Men biror turar joy axtarmoqchi edim, deb gap boshladim. Eshitishimga ko'ra sizning bir necha zarxarid hujrangiz bor ekan. Shuning uchun sizni tanimasam ham sizni uchratib biron hujra so'rab ko'ray deb orqangizdan yurgan edim. Mening zarxarid hujram yo'q. Bir ikkita hujram bor. Ular otamdan meros qolgan. O'zim pul berib hujra sotib oladigan boylikka ega emasman, degandan keyin mendan so'radi. Hujra topdingizmi yoki hali ham turar joy izlab yuribsizmi? Hali ham hujra topganim yo'q. Agar hujra topsangiz kunda qozon qaynatasizmi, deb so'radi u quvonch bilan. Men uning bu savolidan o'choqsiz, mo'risiz biror hujrasi borga o'xshaydi. Agar men qozon qaynatmaydigan bo'lsam, o'shani menga bermoqchi, deb o'yladim-da javob berdim. Men uchun o'choqsiz, mo'risiz hujra bo'lsa ham bo'laveradi. Men qozon qaynatmasdan ham kun kechiraveraman. Lekin menda shunday bir hujra borki, uning o'chog'i kunda 2 kishilik sergo'sht va seryog' palov damlashni talab qiladi, dedi hazillashgan Simon va so'ngra jiddiy bir vaziyat olib izoh berdi. Mening 2 hujram bor. Ularning har birisini bir mullavachchaga berganman. Shu shart bilanki, ularning har ikkalasi kunda 2 kishilik osh damlaydilar. Biri tush vaqtida va birisi peshindan keyin. Men ma'lum vaqtlarda borib ularning har qaysisi bilan palovlarni baham ko'raman. U biroz jim turib tishlarini yana bir karra kovlagandan keyin davom etdi. U mullavachchalardan biri qabul qilingan shartimizga muvofiq kunda o'z vaqtida palovni tayyorlaydi, ammo birisi goho g'irromlik qiladi, hujrani qulflab qochadi. Ertasi kuni unga uchrab, bu yaramas qiliqning sababini so'rasam, kecha osh xarajatini topolmadim yoki kecha o'zim bir yerda mehmonda edim deb sariq chaqaga arzimaydigan uzrlarni oldimga qo'yadi. Shu yil 4 bor shunday hodisa yuz berdi. Qori ishkamba yana bir marta tishini kovlab, tishlarining orasidan chiqqan osh qoldiqlarini ko'cha tomonga tuflagandan keyin so'zini yana davom ettirdi. Men hozir shu va'dasiz mullavachchaning oshini yeb chiqdim. Tunov kuni hujrani qulflab qochgan edi. Bugun bo'lsa oshni ham go'sht va kamyog' qilib pishiribdi. Shu bugun unga bundan buyon shunday qilsang seni hujradan quvib chiqaraman deb do'q urdim. Agar siz kunda sermasalliq palov pishirib, meni ziyofat qilishni bo'yningizga olsangiz, mayli, qadrdon bo'lsa ham uni quvib yuborib hujrani sizga beraman. Men bunday mumsik odamning oldida o'z qashshoqligimni izhor qilishni va bu shartni ado etishga qurbim yetmaydi deyishni or sanab unga bunday javob berdim. Tunov kuni menga bir odam o'z hujrasini tekinga bermoqchi bo'ldi. Agar o'sha hujrani olmasam, sizning hujrangizni olsam bo'ladi. Har kuni osh damlab bir odamni ziyofat qilish uncha qiyin emas, lekin tekin hujra topilsa yana ham yaxshiroq.
Albatta, har kim o'z manfaatini ko'zlaydi, lekin mening hujram juda yaxshi. Derazasiga oyna solish o'rniga qog'oz yopishtirilgan bo'lsa ham, ustunlari tut yog'ochdan o'ymakor qilib ishlangan. Juda chiroyli, dedi va qo'shimcha qildi. Xo'p, xoh o'zingiz uchun, xoh biron oshnangiz uchun turar joy kerak bo'lib qolsa, mening hujram haligi shart bilan tayyor. Hujra berganim ustiga duo ham qilaman. Men bechora bir odamman. Odamlar o'ylagancha puldor emasman. Mening qori ishkamba bilan tanishligim mana shundan boshlanib, birinchi o'tirishimiz shu musobaqa bilan tugadi. Undan keyin u ba'zi vaqt ko'chada menga duch kelar va har bir duch kelganda mendan turar joyingiz bormi deb so'rardi. Bor deb javob berardim men. Hujrasiz biron oshnangiz yo'qmi? Yo'q. Yo'l ustidagi suhbatimiz shu bilan bitar edi.